Shahnozaxon tanishganimdan xursandman. Instagramdagi bilan bir xil chip chiroyli qiz ekansiz. Chiroyliligim onamdan o'tganda. O'zi rosa ham odobli qiz. Assalomu alaykum. Voydod, odobingiz vijillab ketyapti-yu. Assalomu alaykum, nima buyurasizlar? Ha, hozir akajon. Nima yeymiz Shahnozaxon? O'zingiz bilasiz. Ha, bizga ikkita mastava olib keling aka. Mastava? Aha. Birinchi uchrashuvda mastava ichmaymiz-ku. Ha. Nima buyuramiz bo'lmasam? O'zingiz bilasiz. Aka, ikkita chotki go'shtli ovqat olib keling. Go'shtli yo'q. Go'sht semirtirib yuboradi-yu. Nima aytaylik bo'lmasa Shahnozaxon? O'zingiz bilasiz. Aka, hozir aytamiz o'zimiz, ha? Aha. Tavba qildim. Maftun shirin kulgular kimda bor? Xordam yo'q o'rganda qarang Shahnozaxon, nimada ketamiz? O'zingiz bilasiz. Ha, yuring bo'lmasa avtobusda ketamiz. Yo'q, avtobusda ko'nglim ayniydi. Ha, bo'lmasa nimada ketamiz? O'zingiz bilasiz. Yuring bo'lmasa metroda ketamiz. Voy, metroda persovka qilish kerak, qiynalib ketaman. Ha, bo'lmasa nimada ketamiz? O'zingiz bilasiz. Onasini endi o'zi. Mana uyimga ham yetib keldik. Rahmat, bugun kun rosa ham zo'r o'tdi. Kiring uyimga mehmon qilaman. Ha, uyingizda nima qilaman? O'zingiz bilasiz. Ha, onasini emsin, o'sha narsani bilmayapman qanaqa bo'lishini o'rgat. Bilmayapman, o'rgat qanaqa bo'ladi o'sha. Qanaqa bo'ladi?